Mana Zikr 9X sidiniyasini e'lanish jarayoni qaranglar. Zikr 9X qaranglar, haqiqatan Rolls-Royce'ga o'xshaydimi yo'qmi akalar? Yoki faqat men o'xshatamanmikan bu mashinani? Hamma o'xshatyapti. Agar o'xshasa videoga bitta like bosib, kommentariyada yozib qoldiring. Men esa Zikr 9X Ultra'ni 70 kilovatlik batareyka orqa sidiniyasi aylanayotgan eng fuli bilan tanishtiraman. Tokda o'zida 380 km yuraman deyotgan akalarimiz uchun yaxshi variant kelib qoldi. Sotuvda tayyor. BYD Service Indexak joyimizda turibdi. BYD o'zidan xarid qilib olsanglar bo'ladi. Xo'p, pnevma padiskalar bor, elektronniy parog, avto dver, tak liderlarigacha bor. Knopkani bitta bosasiz, mana bu ochiladi. Hidab, masaj hamma narsasi bor. Ikkita monitor, xolodilnik, mana suvlargacha qo'yib qo'yibdi. Barini qaranglar, buni chuqurligini. Xullas, mashina polniy full akalar. Knopkasini bitta bosasizlar, g'irritib ochiladi mana. Ko'rdinglar, mana shu turish turibdi. Bu tushib ketish uchun ham qulay. Mana bu yoqda knopkasi mana bu yoqda bo'lar buni. Bitta bosasizlar. Tak, ikkitasini bosmayman mana. Sekin mana joyiga qaytib ketadi. 360 gradusga aylanadi. Mashinanicha sidinasi mana bunaqasiga aylantirib qo'yib, viloyatiga ketishdacha to'rtta o'rtoq bemalol karta o'ynab ketsa ham bo'lar ekan. Karta o'ynashga ham zo'r mashina ekan, xullas. Mana sahrni qarang, звездный nebami kim nima bo'yapti. Yaxshilangan. Xo'p, mashina narxiga kelayotgan bo'lsak, 120.500 qilib berar ekan. Egasini raqamini qo'yaman. Telefon qilib baraka qilib olinglar, tayyor mashina. 120.500 308 sekundda 100 ga chiqayotgan, full ekan. Bosib olinglar.